Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Nexia mashinamizni qo'yib qo'yamiz. Chaqirmay natijlar, taglari hamma joyim boy bo'lgan. Moy oldi. Aporniskalar, do'konlarga boshqa aporniskalar qo'yamiz. Ro'yxatlar ham bo'lib moy olib ketgan. Loykarlarga remont xizmatimiz ham bor. Sandiqlarni almashtirib, ishlarni to'g'rilab, xudo xohlasa, ishlar chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Qachon yangi qo'yamiz. Orqa tushlik turuslar ham charchagan. Echogamiz turishlik turus. Xaloskalarni ko'rib qo'yamiz. Purjanlar singan. Purjanlarni boshqa qo'yamiz. Loykarlarga yuzlab sotganmiz. Xudo xohlasa bo'lgan. Boshamizni ishlarni qo'ldan kelguncha chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Men natijada gidrokompensatorlar ham shaqilib ketgan. Ularni almashtiramiz. Granta penliklari yirtilib ketgan. İşimiz davom etyapti. Bu kanalizatsiya xizmatimiz ham ishlayapti. Kimga xizmat bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.